Elektrik hamkasblarimiz, ustozlarimiz doim tokni o'chirib ishla deb aytishadi-da. Hozir do'konimizga kelgan elektriklardan so'rayman, o'zlari tokni o'chirmasdan ham ishlab turishadimi? Tokni o'chirmasdan ishlasa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Rostdanmi? Yo'q. Hazillashyapman. Tokni o'chirmasdan ishlash juda ham hayot uchun xavfli. Tavsiya bermayman hech kimga. Necha marta tokni o'chirmasdan ishlagansiz hozirgacha? Men o'zim lekin umuman o'chirmayman. Qayerda ishlaysiz? Ish joyim ayta olmayman sizga. Kolxoz bozor. O'sha yerdan topasiz bu kishini. Tokni o'chirmasdan ishlasa bo'ladi, nima to'g'ri? Bo'ladi, bir xil joyga bo'ladi, bir xil joyga bo'lmaydi, bir xil 180 ga edi, majburiy o'chirasiz iloji. Ikkinchi joyga ishlab bo'ladi. Qayerda ishlaysiz? Maloch kombinatda ishlaganmiz. Hozir pensiyada-ku. Asosan sip kabel olasiz, faqat stalba chiqasiz, ha? Salbaga chiqamiz o'ziraman, yaxshi. Bu yoqdan iloji yo'q. Ya o'chirmayman ishlaymiz. Cheblik yavash o'chirmasa bo'ladi. Betonaga endi astrojon ishlaysiz-da. Nima maslahat berasiz? Tokni o'chirib ishlash kerakmi, o'chirmasdanmi? Avvalo o'chirsa yaxshi. Bahodir aka, Labbay. tokni o'chirmasdan ishlasa bo'ladimi? Assalomu alaykum. Bo'ladi? Bo'ladimi? Bo'ladi agar o'ziga xavf orttirmoqchi bo'lsa agar o'zini agar nimasiga biron zarar yetkazmoqchi bo'lsa agar bo'ladi. Atak hamma vaqt tokni o'chirib ishlash kerak. O'chirmasdan bironta xavfsizlik texnikasi boshqasi bor. O'chirmasdan umuman biron joyga tegizmaslik kerak. O'zi necha marta o'chirmasdan ishlagansiz? Biz hammasini o'chiramiz. O'chirasiz? Dom bo'lsa, kvartira bo'lsa, domni o'chirib ishlatamiz. O'zimizning xavfsizligimiz uchun xohlaymiz yaxshi hayotga yashashga. Joyiga qarab ishlamay, ko'p joyga o'chirmaymiz. O'chirib bo'lmaydi ham. Qayerda ishlaysiz? Chasni elektrik biza. Chasni. Masalan, salbalarga chiqsak, transformatorni o'zi uyni egasi ham bilmaydi qayerdaligini. Uyda uchun 3 faza bo'lsa ham ulaymiz, tushamiz. Lekin riskovat qilmaslik kerak. Iloji boricha o'chirib ulash kerak. Masalan, ko'chaga bitta elektrikni ko'ryapsiz, tokni o'chirmasdan ishlayapti. Xayolingizga nima keladi? Nima degiz keladi? Endi staji ko'proq bo'lsa agar, lekin o'chirish kerak, baribir odamning umri hamma narsadan ustunda. Albatta bo'ladi. Rostdanmi? Bo'ladi, joyiga qarab. Necha marta tokni o'chirib ishlagansiz? Yo doim tokni o'chirmasdan ishlaysizmi? Yo'q, ko'pincha o'chirib ishlaymiz. Nima maslahat berasiz o'sha elektriklarga? Yo o'chirmasdan ishlamasinlar, doim o'chirib ishlasinlar. Nima qilasiz o'chirmaysiz? Endi joyi keladi, vaziyatiga qarab o'chirib bo'lmaydigan sharoitlar bo'ladi. O'shanga majbur bo'lamiz o'zimiz ham ishlashga.